Demak, birinchi navbatda yangi kompozitsiya so'zlab qilib olamiz. 5 sekund 30 frame Instagram formatda o'zimizga kerakli faylni import qilib olamiz. Timeline'ga tashlaymiz va scale'ni taxminan 40% ga kamaytiramiz. Va buni pre-compose qilamiz. Move all attribute yoqib qo'yamiz. Demak, buni birinchi sekundda, ya'ni dastlabki sekundda rotationga keyframe beramiz va oxirgi sekundga borib, 5-sekundga borib bu bir marta to'liq aylansin, ya'ni 360 gradusga aylanib kelsin. Mana bunday animatsiya bo'ladi. Endi pozitsiyasiga ham keyframe beramiz. Dastlabki holatda ko'rinmasligi kerak, ya'ni chap tomondan o'ng tomonga harakatni amalga oshiradi. Oxiriga borib o'ng tomonga suramiz. Demak, ko'rishimiz mumkin, mana bunday animatsiya bo'lyapti. Endi biz bunga effekt bo'limidan CC Slender effektini beramiz. Mana qog'ozni bukib berdi. Qog'ozni hozir ko'rsataman. Qanchalik bukib berishi bu mana bu pre-compose ichidagi qog'ozning scale'iga bog'liq, ya'ni katta kichikligiga bog'liq. Misol uchun agar qog'ozni kattaroq qiladigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, bu aylana bo'lib qolyapti. Yana ham katta qilsak, misol uchun bu to'liq holatda aylanaga o'zgardi. Agar buni kichkina qiladigan bo'lsak, misol uchun 20 gradus mana kamgina bukib beradi. Bizga 40% scale yetadi. Demak, biz animatsiya qilishni boshladik. Bu holatda uchib bu yoqqa o'tish kerak. Dastlabki holatda misol uchun o'zgartirib chiqamiz. 81 ixtiyoriy o'zimizga qarab moslab o'zgartirishimiz mumkin. Va bularga keyframe beramiz. Dastlabki holatda keyframe va so'nggi holatga borib, bular bir martadan aylansin. Mana bu 0 ni 1 qilamiz. Buni ham 1 qilamiz. Va buni ham 1 qilamiz. Ko'rishimiz mumkin, qog'oz uchib animatsiya bo'lyapti. Endi buni ixtiyoriy sozlab, o'zimizga kerakli ravishda sozlab o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Pre-compose'ni mana bu pozitsiyasiga, ya'ni o'rtadagi pozitsiyasiga biz bitta keyframe beramiz va barcha keyframe'larni ushlab F9 ni bosib, grafikini biroz o'zgartirib qo'yamiz. Bu nuqtasini ushlab Ctrl bilan chapga tortamiz, bu nuqtasidan ushlab Ctrl bilan o'ngga tortamiz. Endi buni orqasiga biz oq solid sozlab qilib olamiz. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda yaltirash holati bo'lyapti. Buni qanday yo'qotamiz? Shading bo'limidan specularni 0 ga tushiramiz va lightingdan biz mana bu 25 ni biroz ko'tarib qo'yamiz. Misol uchun 80 yetadi. Endi yana ham chiroyliroq bo'lishi uchun biz bunga qo'shimcha elementlar qo'shishimiz mumkin. Misol uchun mana bu soyani qo'shamiz. Timeline'ga tashlaymiz. Scale'ni kichkina qilib, rotationni -90 qilsak, scale'ni o'zimizga kerakli ravishda sozlab olamiz. Taxminan mana shunday. Endi bu qog'ozga biz tekst yozib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun pre-compose'ga kirib, o'zimizga kerakli tekstni yozamiz. Misol uchun motion. Buni ushlab, scale'ni kichkina qilib, yana biroz kerakli joyga joylashtirib animatsiyada ko'rishimiz mumkin. Yozuv animatsiya bo'lyapti. Demak, biz bu varaqlarni istalgancha qo'shishimiz mumkin. Bir marta qo'shib ko'rsatib beraman. Demak, yana qog'ozni tashlaymiz. Soyani ostiga tashladim, sababi soyadan ko'rinib turishiga. Demak, scale orqali kichkina qilib olamiz. Taxminan yana 40% bo'ladi. Buni yana pre-compose qilamiz. Mana buni belgilab qo'yishimiz kerak. Buni o'zgartirib ikki deb yozib qo'yamiz. Okay. Xuddi yana bunga rotation va positioningga keyframe berib chiqamiz. Oxirida bu bir marta aylansin. Pozitsiyasi esa bu yoqqa o'tsin. Oxirida boshida esa yana teparoqdan yoki pastroqdan bo'lsin, bir xil bo'lib qolmasin. Boshida esa keyframe berib o'ngga suramiz. Ya'ni pastroqdan animatsiya bo'lib uchib o'tadi.
Demak, mana bu nuqtalardan biroz o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Endi bunga ham yana CC Cylinder effektini beramiz. Mana berdik. Endi buni scale'ni ozgina kichkina qilib, xuddi uni orqasidek ko'rsatib qo'yamiz. Endi buni ham rotationlarga keyframe beramiz. Boshlang'ich nuqtasida, misol uchun taxminan shunday. Oxiriga borib esa bir marta aylansin.